Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Chetirda yolg'iz qolgan Shahzod Uvaysxonni birdanla ziddiyatli xiyollar chirmib oldi. Mana, Mo'ng'ullarni Borisguldan haydab Amir Supurgi Mirzaga Mo'ng'ullarni tasarrufimizdan qo'g'lab chiqargandan keyin Qo'mildan ketishga va'da bergan edim. Qanday qilsam bo'lar? Endi Borisguldimi, Qo'mildimi turishga bo'lmaydi. Bo'lmasa bergan va'damga xilof qilgan bo'lib qolaman. Elmi menga ko'p hurmat bildirib farmonimga itoat qildi. Mo'g'ulistondagi amirlarning hammasi uningga sadoqatman, vijdonli bo'lsa edi. Mo'g'ulistondagi amirlarning hammasi uningdek sadoqatman, vijdonli bo'lsa edi. Balkim u bir sabablarni ko'rsatib, meni Qo'milda qiyb qilishga undishi mumkin. Ammo Qo'mil xalqining tumanlagan lashkarlarni oziq-tulik bilan ta'minlab, qishdan o'tkazishi tasga to'xtaydi. Ilmu yozdan beri yovg'i taqobil turish halakchiligida dehqonchilik qilolmadi. Yiqqan oz to'la kuzlik usuli o'zlarining qishdan chiqib kelishiga yetsa jo'n gap. O'rta bizga hargizmi oziq-tulik bermaydi. Amir Supurgi Mirzani tanqislikda qo'yib, Qo'mil xalqini qiynab yurgicha bir qism lashkarlarni tarqitib etib, Ko'nchi Tarim vodisiga ketaymikin. Ulug'bek Xudoydat hazratlari shu topda Ostonaga lashkar tortishimni to'rt ko'z bilan kutib turdi. Tog'am Shir Muhammadxon beko'yim, shafqatsiz odam. Uning obo ajdodlarimizdan qolgan buyuk saltanatga posibon bo'g'idek istidodim yo'q. Agar u o'rin tutib yetib qolmagan bo'lsa, Odulla Ostonaga lashkar tortib borgan bo'lsam bo'ladi. O'l chog'da oziq-tulikning g'amini qilmaydim. Ig'ir kasalda yotgan, qurol ko'tarish tugul g'izo yeyish uchun qo'shiq ko'tarolmaydigan odamni jangga chaqirsam, xalqning kulgisiga qolarman tayinliq. Shundoq, oldi oqamdan qorg'uni tor yerda qistig'andek ish qildi deb gap tepishidi. Ajab bir ish bo'ldi-da bu. Suyimli xotinim Malika Davlat Sulton xonim Qo'milda qandoqroq turibdi ekan. Elim ig'royoq beti menga agishib ko'p riyozat chekdi. Oy kuni yaqinlashib kelyotdi. Tinish ammo yangi vaqtcha issiq uydan ayirmasam, safar mushaqqatini tatqizmasam bo'ladi. Yotishbegining kirib kelishi shahzodaning xiyolini bo'lib etdi. Ma'lum bo'lg'ay, dedi u egilib salom berib. Ostonadan chaparman keldi oliylari. Kimkan? So'radi shahzoda erinchaklik bilan. Ismi Qanotbekkan. Ulug'bek hazratlarining xususiy maktubini olib keldim deydi. Shahzod Uvaysxon darhol diqqatini yig'di. Chopsan boshlab kirsinlar. To'xtamay yo'l yurib chash soqollari o'sib ketgan Qanotbek xeyli judab qolgan bo'lib, kiyim-kechaklari muratsiz edi. Assalomu alaykum, shahzoda oliylarga ehtirom bo'lg'ay, dedi bargohi oliyaga kirgan Qanotbek egilib salom berib. Shahzod Uvaysxon Ulug'bekning xos mahrimini bir qarabla to'nidi. Va alaykum assalom. Ulug'bek hazratlari tinch amonmikin? Xudoga shukr, dedi Qanotbek va paxtaliq to'nining qo'yin astirdan Ulug'bekning yozgan maktubini so'kib elib, ehtirom bilan tangladi. Shahzod Uvaysxon xatni elib tezlik bilan ko'z yugurtdi. Tilzuvandan qolgan Sulton Shir Muhammadxonning ahvoli shu kunlarda to'liq xatarlik. Qishdan sog' chiqishiga ko'zimiz yetmaydi. Bir qism amirlar qurultoy chaqirib xonning ikki xonzodasidan birini noib xonlikqa ko'tarish taklifini berib, yomon qistab ketdi. Elmi bir amallarni qilib, ularni to'sib turibman. Olimadiz qazoyi qadar yetib, Sulton Shir Muhammadxon Boqiga safar qilsa, qurultoy chaqirib xon oliylarining pushti bo'lmish ikki xonzodidan birini taxtda o'ltirg'izmay amalimiz yo'qdir. Shu kunlarda bakmi tanqislikda qilyapman. Navoda Borisgulni Mo'ng'ulning ta'arruzidan xalos qilgan bo'lsa, ortiqcha o'y xiyollarda bo'lmay, darhol Ostonaga qarab yo'lga chiqqaylar.
Helimo bahodırlıqni, mərtlikni əla bilib, xan tağlarının qılğan qopasızlıqını köngüllərdən çıxırıb etib, adamgarchilikni voyaga yetkizdilar. Özlər qılğan mərtlikni özgələr bilmisi biz bilimiz. Fursat qo'ldan ketib qolsa ishlar mushkillashidi. İki xonzodadan birini taxtda o'ltirg'izib bo'lgandan keyin shahzoda oliylariga yordam qo'limni sunmaqim past bo'ladi. Chunki qiyirg'on jinimda osi, tuzko'r degan batnomga qilishni zinhor xohlamayman. Vaqtida kelib taxt saltanatni qo'llariga olslar. Ordadagi boshqa amirlar qatorida oliylarga itoatgarligimni sunsam, ol batnomlar qishimga yaqin yo'lmas deyman. Sultan Shir Muhammad Xon nimala degan bilan o'z tog'laridir. Jiyanining kasal yotgan tog'isini yo'qlash yo'li bordir. Tog'larni yo'qlash bahonasida ostonaga kelsalar, o'zgalar oliylarga kasal yotgan kishiga saltanat da'vos qildi deb yo'li choplay olmas. Qudratlik Alloh har qanday xayrlik ishga bir bahonani sabab qilib beradi. Tağlarının kesilini yo'qlash Tangri bergan eng o'rinli sababdir. Sarkar lashkarlari bilan tezdan ostonaga qarab yo'l olg'aylar. O'zlar kelib bo'g'icha Sultan Shir Muhammad Xon oliylari bardoshlik bera olamdi yo'q. Bunisi qorong'u. To'limi ansirab qelyapman. Shahzoda Uvaysxon yuqoridagi qurlarni yenish-yenishlab o'qidi. Buguncha g'izolanib obdan orom olsinlar. Cevabını aytib berurman, dedi Qanotbek qarab. Qulluq, dedi Qanotbek tavazzu bilan egilib. Qanotbekni obdan kutsinlar, dedi Shahzoda Yotishbegiga qarab. Amir Supurgi Mirza bilan Saydali olib dargohimga kelgay. Shahzoda Uvaysxon Amir Supurgi Mirza Saydali oliblar bilan uzoq maslahat qilishdi. Oliylari amdi orsaldi bo'lmaslar, dedi Amir Supurgi Mirza. Ulug'bek hazratlari hamma gapni maktubga ochiq yozibdi. Xon oliylarining kesilini yo'qlash bahonasi bilan ostonaga boslar. Bu ishni hech kim ayblamaydi. Navoda Sultan Shir Muhammad Xon qazo qilib ketsa, ordadagilarning ikki xonzodadan birini taxtda o'ltirg'izmay amali yo'q. Ol chaqda ordadagi oliylariga moyilligi bor amirlarmi yangi xonni himoya qilishga majbur bo'ladi. Ol chaqda taxtni tortib olish uchun lashkar tozsalar, ostonada bir maydon yog'i bo'lib qon to'kiladi. Gap topqisi kelganlar shu chaqdami gap topidi, fitna fasod tarqitadi. Men xon tog'amni eg'ir kasal deb qo'yib sukut qilgan tursam, yana gap topurmi? Albatta, dedi Saydali olib. O'zlarini xon tog'isining eg'ir kasal vaqtidan foydalanib, toji taxtni so'yib oldi deb gap topmoqchi bo'lganlar, navri inlardan taxtni tortib olsalar, bahodirlik shavkati olamga mashhur Shahzoda Uvaysxon bolasi dematlik Go'dak xonni oni tepib, taxtni so'yib oldi deb fitna qilaverdi. Shuni unutmaslar oliylari. Yeliqi bir qism amirlar qurultoy chaqirib taxtda o'ltirg'izmoqchi bo'lgan, ol ikki xonzoda o'zlaridan 10 necha yosh kichik. Bir hesapta farzandlari demaklikdir. Farzandlari demaklikdir. Bu batnom boshqa batnomdan yomonroqdir. Yo hazrat, dedi Shahzoda Uvaysxon hayron bo'lgan holda. Shundoq fitna fasod qilib qolarmanmi? Har kim Go'dak bilan tutsa, garchi gunoh Go'dakda bo'lsa-mu, yana cho'ng odam aybli sanalur. dedi Supurgi Mirza Saydali olibning qarashini quvvatlab. Shahzoda Uvaysxon bir qarorga kelinmay, xiyolga petib o'ltirib qoldi. Tezroq bir qarorga kelsa oliylari, dedi Saydali olib, ikki bo'lib turgan shahzodani oldirdi. Mencha muhtaram boboy buzurg ko'rsatgan kasal yo'qlash bahonasi oqilona choradir. Qumul lashkarlari bir mezgil Boris ko'lini qo'riqtab, bu yerda qilib qolg'ay. Biz o'zimizning lashkarlarini elib ostonaga boraylik-da, shahar sirtida bargoh qurib, avomga xonning kesilini yo'qlab kelganligini bildiraylik. Avomga xonning kesilini yo'qlab kelganliklarini bildiraylik. Shunda qilsak, ordadagi amirlar qurultoy chaqirib, noib xon belgilash niyatidan yonadi.
Babay Büzürük Ulusbek Hazretlerimi tanqislikdan qutuludu. Navoda Sultan Shir Muhammad Xon oliylarga ajal yetib qazo qilsa, ta'ziya bildirish bahonasi bilan bemalol o'rdaga kirib taxtni qo'llariga ola oladilar. Ol chaqda behuda qon to'kilish, o'lim yetimning oldi elinadi. Ostananing osoyishligimi buzilmaydi. Har qaysi viloyatlardagi amirlarning ko'ngli orom topadi. Uning ustiga ostanaga berib olsak, lashkarlarimizning oziq-tulikidan g'am qilmaymiz. Mayli, shundoq qilayli, dedi Shahzod Uvaysxon bir qarorga kelib. Lashkarlarimizning oziq-tulik masalasini hal qilish uchunmi bo'lsa, ostanaga yaqinroq bog'inimiz tuzuk o'xshaydi. Ammo shuni deb qo'yay, xon tog'am qazo qilmay turib meni o'rdaga kirishga tavsiya qilmasinlar. Saydali olib atganda buvisiga oldin xabar yetkazish uchun Qanotbekni darhol yo'lga soldi. 2 kundan keyin bir qism qo'mil lashkarlariga Sarkarda Manglik Oqniyoz bilan Sarkarda Roji Xo'janiyozni bosh qilib, Borisgulni bir mezgil qo'g'dashga qoldirib qo'yib, qolgan lashkarlarni elib qo'milga qarab yo'lga chiqdi. Shahzod Uvaysxon oy kuni yaqinlab qolgan ayoli Malika Davlat Sulton xonimni elib, ondan Turponga berishni ko'ngliga pukkan edi. 2 kundan beri to'xtamay yoqqan qor Turpon shahrini oppoq libos bilan cho'mkigan edi. Qorda don topolmagan qushqashlar kishilarning o'yli aramlariga, eg'illarga, axlat qig' dovlariga gur-gur qo'nishatdi. Sho'x bolalar o'yli saynalarning o'ttirsidan kegiz o'rnidek yerning qorlarini supurib etib, ozg'ini kepak, bug'doylarni chechib qo'yib, sevat, algak, o'tkamilardan yasib olgan bosmoqlarida qushqash tutishatdi. Ondan zeriksa talpak qo'ydi, vallay, cho'kkaltak, kalva degandek o'yinlarni o'ynashatdi. Qorning sovuqida to'nglab ketgan cho'nglar bo'lsa, uylarda tommeshi, mo'ri o'choq, sandal, otash tanlarining atrofiga tiqilib elishgan bo'lib, zaruriyati bo'lmasa, sirtqa kamdan kam chiqardi. Shu kunlarda Shahzod Uvaysxon shaharga hujum qilarmish degan vahimali xabar uydan uyga ko'chib yuradi. Kishilarning chiroylari tashvishli edi. Pichirlashib degdek so'zlashyapti. Shahar sepilining ustida kuzatib turayotgan lashkarlar yo'g'on jo'laga qimdalg'inicha, qo'llarini yangdirning ichiga tiqishib, putlaridagi yo'g'on piyimlarni so'rab, eransizlik bilan uyon-bu yonga miyanshatdi. Turqidan shaharni yovdan mudofiya qilayotganligini bilgili bo'lmaydi. Ular xuddi tinish vaqtlardagidek to'liq g'amsiz, parvosiz ko'rinadi. Shahardan 10 necha chaqirim yiroqlikda joylashgan Shahzod Uvaysxon lashkarlarining qarorgohi odatdan tashqari timtoslikqa cho'mgan edi. Lapildab tushayotgan qorda xuddi yo'g'on qor dovusida ko'rinadigan necha yuzlagan chedirlardagi lashkarlar kishiga xuddi qishliq uyquga ketgandek tuyg'u beradi. Qarorgohni muhofazat qilayotgan qo'riqchilar qalin qor bilan cho'mkalgan chedirlarning orasida onda-sonda ko'zga cheliqadi. Qish oxirlashay deb qolganda yoqqan qorning sovuqi kiyim-kechaklari xeyli yelang bu lashkarlarni issiq chedirlarga bekinib olishga majbur qilgan edi. Shahzod Uvaysxonning qo'mildan sarkarda lashkarlarini boshlab kelib, bu yerda qarorgoh qurg'iniga chikkabdi bo'lay deb qolgan edi. Shahzod Uvaysxon qo'mildan yo'lga chiqib Turponga yaqinlashgandan keyin shahardagi xalqni urush vahimasiga sep qo'ymaslik uchun shaharga ancha yaqin bo'lmagan joyga qarorgoh qurgan va sarkarda lashkarlarni qarorgohdan xohlagancha ayrilmaslikka, shaharga va atrofdagi yez-qishloqlarga yaqinlashmaslikka farmon tushirgan edi. Uning sizmo kiyim-kechaklari to'liq yelang bu lashkarlar sovuqdan daldalanish uchun chedirlardan sirtqa chiqmaydi. Shahzod Uvaysxon qarorgohni joylashtirib olgandan keyin Saydali olibning qayta tavsiya qilish bilan kasal yotgan xon tog'isini yo'qlash muddasini bildirib, o'rdaga maktub yo'llagan bo'lsa, lekin hozirgacha o'rdadan javob kelmagan edi. Shahzod Uvaysxonning lashkar boshlab kelganligidan xabar topgan amirlar dastlab qattiq cho'chib vahimada qolishdi. Shahzodaning tog'isining kesilini yo'qlashdan boshqa muddasi yo'qligi bayon qilingan maktubni ko'rgandan keyin urush vahimasi yengillab, biroz xotirjam bo'lishdi.
Shahzoda Uvaysxonning muddasi o'sha maktub orqali shahardagi xalqni va o'rdadagi amir sarkardalarni xotirjam qilish edi. Uning tog'asi Sulton Shir Muhammadxonning kesilini yo'qlash niyati yo'q edi. Tog'asining tezroq o'lishini toqatsizlik bilan kutib o'tdi. Shahzodaning maqsadini to'liq tushungan Ulusbek Xudoydat yolg'ondan shahzodaning talabini cheklagan bo'lib olib, jim turib olgan edi. Biroq qerishqandek gap so'zdanla emas, och tomoqdan qolgan Sulton Shir Muhammadxon texchila hayot edi. Ko'zini paqratganicha jon talishib yotadi. O'rdadagi cho'ng-kichik amirlar yo shahzodaga qarshi lashkar tortishga petinolmay, yoki shahzodani o'rdiq taklif qilib akirishga jur'at qilolmay, kunlarini vahima, iztirob ichida o'tkazib o'tadi. Hech kimga chiroy ochmay, xuddi hech ish bo'lmagandek xotirjam yurayotgan Ulusbekning ko'nglidagini bilmay tut bo'lishadi. Ulusbekga qattiq cheklagan bo'lg'achqa, hech kim xonning qishig'iga kirishga jur'at qilolmaydi. Malika Sulton Xotun qizi Maxtum Suluh xonimni elib, o'g'li Shahzoda Uvaysxonning qarorgohiga berib kelgandan beri o'rdadagilarning, shahardagi oddiy xalqning nazari Uchko'rik mahallasidagi Amir Kabir qasriga markazlashgan edi. Shu kunlarda Amir Kabir qasri o'rdadan bakrak surlik ham sirliq ko'rinadi. Ulusbek Xudoydat kutilmagan hodisalarning oldini olish uchun Amir Kabir qasrini muhofazat qilishga maxsus qo'riqchi ajratgan edi. Kishilar Amir Kabir qasriga aylanib qarshadi. Oldidan ehtiyot bilan o'tadi. Esil ot qo'shilib, hashamatlik bezalgan mablar kundagidek Amir Kabir qasrining oldida paydo bo'ladigan bo'lib qolgan edi. Bu mablarda o'rdadagi amir baglarning og'ichilari bor edi. O'rdadagi Shohnishinning paskay tarafiga lashkariy divonning yuqorisiga Ulusbek divoni joylashgan edi. Sulton Shir Muhammadxon Tilsuvandan qolgandan beri Shohnishin cho'ldarab qolgan bo'lsa, Ulusbek divoni ovotlashib qolgan edi. Amir Xudoydat o'rda ishlarini Shohnishinda emas, Ulusbek divonida bajarib o'tadi. Börük o'tinining cho'g'i silinadigan 4 dona cho'yin otashdan Shohnishindan xeyli kichik Ulusbek divonini xuddi bahordek illatib o'tgan edi. Saroyga putining uchida dastlab avaylab kirib kelgan saroy yo'daychisi yengil yo'tilib, sandalga putini tiqib o'ltirib Qur'on o'qiyotgan Ulusbekning diqqatini bo'ldi. Ulusbek beshini ko'tarib yo'daychiga qaradi. Ma'lum bo'g'ay, Abdulbasit hakim ma'lum qiladigan jiddiy ishim bor deydi. Abdulbasit hakimning ismini anglab, Ulusbek Xudoydat birdanla jiddiylashdi. Chunki o'rda shifoxonasining bu bosh tabibiga Sulton Shir Muhammadxonning yenidan kech-kunduz ayrilmaslikni, kutilmagan ish yuz bersa, eng avval o'ziga ma'lum qilishni qattiq chekilgan edi. Darhol boshlab kirsinlar. Daqiq o'tmay, yeshi Ulusbekdan ancha farqlanib ketmaydigan hakim yo'daychi bilan birga Ulusbekning oldida paydo bo'ldi. Uning oppoq soqol bosgan misrang chiroyi to'liq qayg'uliq edi. U gap qilish uchun og'zini o'mallab turishiga Ulusbek uni gap qilmay tursla deganni qilib ko'z yumushladi. Xo'sh, boshqa ish bo'lmasa o'zlariga ijozat, dedi Ulusbek yo'daychiga qarab. Yo'daychi Ulusbekga cho'nqur bir salom berib etib chiqib ketdi. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Abdulbasit hakim yig'lamsiragan holda. Janobi qibligohimiz Allohning rahmatiga ketdi. Ulusbek hakimning o'ng suli o'chgan chiroyiga qarab, bu shum xabarni allaqachon mo'ljarlab bo'lgan edi. Ulusbek qayg'urgan qiyofatda biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz degan oyatni o'qigandan keyin Qur'on Karim Sura Baqara 156-oyat. Sabr qilg'aylar hakim hazratlari. O'lim sharbatini tetish, tug'um sharbatini tetigan har bir bandaning beshida bor ish. Janob qibligohimizning musibati kichik ish emas. Shahzoda Uvaysxonning ostona sirtida qarorgoh qurib turayotganini demisammi, o'zlariga tushunishlik. O'rdada kutilmagan g'avg'oning yuz berishining oldini olish uchun
ushbu musibat vaqtincha sir tutilgan. Xo'sh, dedi Ulusbekning maqsadini tushunmagan tebib taajjublangan holda. O'zlar ol jannat makon on hazratimning meyitiga hamroh bo'lg'aylar. Har qanday kishini kirgizmasinlar. Ola hazal ikki osh pishim ichida men yonlarga hozir bo'lurman. Şol çağda ondan ushbu musibatni oshkor qilgaymiz. Xonning kesiliga amal qilolmaganlik uchun o'zini ayblik hisoblab atgan bu bechora tevibning shu tapda Ulusbegi va boshqa amirlarning ayblab gunohga buyurib kelishidan boshqa g'am andishisi yo'q edi. Shunga Ulusbegining farmoniga yavaşlik bilan qo'lliq bildirdi. Hakim chiqib ketish aman Ulusbegi Hudaychi begni chaqirdi. Farmonimni yetkizsinlar. Barliq amirlar darhol huzurimga jam bo'lg'ay. Bir cho'g'in choy qaynamachilik vaqt ichida o'rdadagi barliq amirlar Ulusbegi divoniga yig'ildi. Ular tuyuqsiz jiddiy chaqirtilishining sababini bilmay bir-biriga gumonsirab qarashdi. Ulusbegi bo'lsa to'rdagi yo'lbos terisi selingan kursida qo'lidagi kahrivo tasvisini tinimsiz seyrig'inicha ko'zini yerim yumib unsiz o'tirardi. Sarayning ichi chivin ushsi anglangudek timtas edi. Ulusbegi tuyuqsiz tasvir serishdan to'xtab, ko'zini lopda ochdi-da, pastda o'tirgan amirlarga takshi nazar tashlab chiqdi. Ondan kalti yutilib gelini qirib olgandan keyin so'z boshladi. Janobi amirlarni jiddiy chaqirtishimning vaji shulki, zamonning qobiliyat egisi, izbosarlik martabasining sohibi bo'lmish Janobi Olampanoh qibligahimiz og'rib yetib qolgandan beri har birlarining bir niyatda hamdamli bo'lishlari bilan saltanat ishlariga boshchilik qilib kelgan edik. Hala bugungi kunga kelganda Janobi qibligahimizning jiyani bo'lmish Shahzoda Uvaysxon oliylari ostonimizning bo'suqsiga kelib, oti yo'lliq tog'isining kesilini yo'qlash, didoriga qinib olish muddasini bildirib maktub avatdi. Janobi Olampanoh tildan qolgan bo'g'ashqa biz Shahzodaning bu arziga o'z oldimizga javob beramidik. Albatta, qibligahimiz bilan Shahzoda oliylarining o'ttirisida nizo adovatlarning borligi hammamizga ayon. Magar shul topda Janobi qibligahimizning kesilish botibib maqsad muddalarini bayon qila olgan bo'lsa ardi, ol chaqda nizo adovatni 3 kundan ortiq saqlashni musulmondarchilik ahkomlariga yod qilmish hisoblab, jiyan farzandi bo'lmish Shahzodaning gunohlarini kechirib, afu qilgan, qon qarindoshlik mehrini ko'rsatib, dargohiga chaqirtib ko'rishgan, o'rdada oliy martabalarga ega qilgan bo'lar edi. Nihoyatda afsuski, Janobi Olampanoh hozir maqsad muddalarini bildirishga, ikki toshning orasida qilib nima qilarini bilmay turgan biz kabi qobiliyatsiz amirlarga aql ko'rsatib, rahnamolik qilishga amalsizdir. Shahzoda Uvaysxon bo'lsa, qibligahimizga bo'lgan cheksiz hurmatini, yoshlikda o'tkazgan gunohlarini tilash muddasini bildirish uchun 2 haftadan beri oydalada qo'riqishning so'g'uqiga bardoshlik berib, ijozatimizni kutib turibdi. Jon tanda omonatdir. Alloh taolo tug'ilmoq va o'lmakning vaqti soatini bandasiga bildirgan emas. Garchi biz Janob Olampanohimizning kesilining shifo tepishidan cheksiz umidvor bo'lsakmi, lekin navodi yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, qarindoshlarni nizo adovat kirlarini yuyib, didor muloqot bo'lishdan to'sib qo'yganligimiz uchun kechirgisiz gunohga mahkum bo'lib qolurmizmikin deb ansirayman. Ulusbegi Xudoy deb gapini to'xtatib olib, amirlarning chiroyiga takshi nazar tashladi. Ularning chiroyida gumon, tashvish, iztirob bor edi. Hammaylar Ulusbegining muddasini bilib beqibroq ondan ifoda bildirishni ko'nglida g'unavatdi. Har birlariga ma'lum, dedi Ulusbegi so'zni davomlashtirib.
Şahzad Uvaysxon saltanatimizga bo'lgan sadoqatini, qibligohimizga bo'lgan hurmat ikromini isbotlash uchun Odul ostoniga kelmay, Ogal Qumul Barsgölga berib, bosqinchi Mo'ng'ullarni qo'g'lab chiqarib, tasarrufimizni yovning tahlikasidan qutuldirdi. Hozir minglagan bahodir sarkarda lashkarlar bilan bu so'g'imiz tövde saqlab yetibdi. Navoda qibligohimiz Allohning rahmatiga musharraf bo'lib, boqiy safar qilib qolsa, xon tog'isi bilan didorlashtirmaganimiz uchun bizdan qattiq ranjiydi. Ochiqqa hoy bermay ostonaga bostirib kirib qolsa, shahzodaning hujumini to'sib qola olishimiz basi mushkuldir. Ol chaqda ostonani saqlab qolishimiz u yoqda tursin. Issiq jinimizni saqlab qolishimiz mu tasga tushadi. Shunga Janob amirlarning bu ishga kengash bilan aql qaror chiqarishini umid qilaman. Amirlar birdamlik pichir-pichirdan keyin yana chimib qolishdi. Ulusbekning oxirgi so'zlari ularni vahimaga sep qo'ygan edi. Navoda Sultan Shir Muhammad Xon qazo qilib kelsa, Shahzod Uvaysxonning mush ishni bahona qilib ostonaga hujum qildiganligi ularga ayon edi. Shahzodaning tog'isini yo'qlash talabini oldirib qo'llasa, boshqalar sadoqatsiz deb ayblaydi. Qo'llamasa Shahzodaning g'azabiga uchrashi aniq edi. Ulusbegi bu muhim ham qiyin masalani ularning qaror qilishiga qo'yib berib, mas'uliyatdan ustunlik bilan o'zini chetga olgan edi. Ulusbegning cho'ng navrisi Saydali Olibning Shahzod Uvaysxon bilan birlikdaligidan xeyli burunli xabar topgan hamda Ulusbegning hozirgi so'zining o'ramidan Shahzodaning o'rdaga kirib xonni yo'qlash talabini qo'llaydiganligini pamlagan o'rda ishkog'isi Sulaymon Mirzo kalti yutilib eg'iz ochdi. Gerçi biz Cenab-ı Kıbligahimizning behisob mehr shafqatiga noil bo'lib, yurtdorchilik ishlariga farmon bardor bo'lib kelgan bo'lsaqmi, qon qerindosh, urug' tuqqanlarning ishlariga aralashamasmiz. Azaldan tog'i kasal bo'lsa, jiyanning yo'qlash yo'li bor. Buni hech kimning to'sish haqqi yo'qdir. Ilm va shahzod oliylarini xeyli uzoq saqlatdik. Mening taklifim shulki, shahzod oliylari posibonimiz bilan didor muloqotda bo'lg'ay. Boshqa amirlarmi xuddi mushundaq javobni kutib turgandek ishkog'isining taklifini bas-basti qo'llashdi. Shahzod Uvaysxonning o'rdaga kirishini xohlamaydigan amirlarmi noiloj ma'qullik bildirishga majbur bo'ldi. Janob amirlar mush qarorga kelgan bo'lsa, mening boshqa so'zim yo'qdir. dedi Ulusbegi gapni qisqardi. Undaq bo'lsa, shahzod oliylarini o'rdaga chillab hozirli taklif avataylik. Taklifni yetkazishga janob ishkog'isi Sulaymon Mirzo mas'ul bo'lg'ay. Qolgan amirlar shahzod oliylarining istiqboliga chiqishga hozirlik ko'rgay. Farmon bardormiz, deyishdi amirlar o'rinlaridan turishib. Shahzod Uvaysxonning qarorgohi atgandan beri jimjitligiga yot holda o'rtib bo'lib ketgan edi. Qarorgohda qo'riqchilik qilayotgan navkarlardan tortib, helidan yilga u chedirdan bu chedirga kirib chiqib turgan mulozimlargacha hammasining chiroylarida odatdan tashqari bir jiddiylik hukm surardi. Shahzod Uvaysxon Saydali olib, sarkarda Bo'ronxo'ja qatorliq bir qancha sarkardalar bilan Bargohi oliyning yon tarbidagi Malika Davlat Sulton xinim uchun tikilgan hashamatli chedir haramning ishki tövida allaqandoq taqazzolik, tashvish ilkida jimjit turishadi. Ishki hayotinini yushiramagan Shahzod Uvaysxon titliq ilkida o'tki bilan yerdagi qorni to'xtamay tepatdi. Barliq sezgilarini jamlab, chedir haramning ichiga quloq soladi. Shu daqiqada oy kuni to'sqan Malika Davlat Sulton xinim qattiq to'lg'aq yeyotdi. Osh vaqtidan boshlab tutgan to'lg'aq yil kuchayib, yili pasib, ona bo'lish oldida turgan Malikani qiynayotdi. Malika Sulton xinim sarkarda Bo'ronxo'janing og'itchisi qatorliq ayollar ash onaning buyrug'i bo'yicha har xil amallarni qilyotdi. Ash ona to'g'tanisi debdi izohatda. Chidoshlik baslar Malikam, baxtimizga bola o'nkan, kuchab injiqlislar.
deydi əş ana Məlikədən bəkrət çip-çip tərligən halda. Ənsirəb ketmislər aliyləri. Xudayım ax yollıq qıla. Toğutның asını yox dəbdiken. Dəb təsəlli verətdi, Səydəli alıb Şahzadının təşvişlik çırayığa qarab. Əmma Şahzad Üveyzxanның qulqığa gep kirməydi. Əs yadi toğuluş aldıda turğan balısı da, tolğaq azabıda qiynılıvatqan xudunu da qağan idi. Ayalının tolğaqı bərdaslıq verənməyi pəryat götürgən qiyafətini göz aldığı keltirsə, Allah qandaq bir vəhimidin vücudunu açıq titrək basatdı. Bu dünyağı göz içiş aldıda turğan balısını göz aldığı keltirsə, tomurlarına bir şiirin hayacan tarqaydı. Paypaslab gəlgən yatış begi Şahzad Üveyzxanның əbcəş toyğularına bərhəm bədi. Alilərə məlum boğay, İşik ağzı Sulayman Mirza orduda məktub etkəbdi. Bu xəbər əmməylərinin diqqətini özüge cəlb qıldı. Saxlab dursun, dedi biyaran bob durğan Şahzadə biyap vaxtıda gəlgən mehmanını dərhal qobul qılğısı gəlməyi. Ciddi iş bulmasa işik ağzını əvətib yürməsdi. Dedi Səydəli alıp nimini dur xiyaldan ötküzüb. Vaxtını keynik sürməyi körüş baxsılar aliyləri. Toquz qızının toğluqı təng tutubdu, dəb bu qaxtı ordudan xəbər kəgini qarmamlığa. Xodirdi sərkərdi Boran Xoca. Qax degini turpan şivizkene, vaxt degen sözgen. Vaqt. Bargahı aliyə başlap kırsınlar. Dedi Şahzad Üveyzxan Səydəli alıbның təklifini rədd qılanmay. Bargahı aliyə kirgən Sulayman Mirza Şahzadəyə salam verib uzun hörmət ehtiram arlaşqan xuşamət sözlərini qılışqı başlıbıdı, onu Şahzadə silkivetdi. Boldu, bu gəplərini qoyub gəpnin posqallısını dislər Canab Əmir. Xoş. İşgahısı Sulayman Mirza nəqişlik esil kön qapçıqıdın ordunun təklifnamasını elib Şahzadəyə ehtiram bilən qoş qollab tutdu. Uluspegi qatarlıq barlıq uluğuşşaq əmirlər Şahzad alilərinin orduğa girişini təqəzzalıq bilən kütüb durdu. Şahzad Üveyzxan təklifnamıqı şundaqlı közü görkəndən keyin İşgahısı Sulayman Mirzağa qarab dedi. Canab Əmir aramağaz turğay, səl durub çaqırdı mən. Xoş. İşgahısı Sulayman Mirzani yatış begi başlap çıkıp getdi. Əhvaldan qarğanda Sultan Sir Məhəmməd xan qaza qağan oxşaydı. Dedi Səydəli alıb. Natayın. Dedi Şahzad Üveyzxan. Qarab baxsıla Əmirzadə. Təklifnamada bundaq ibar yazılmabdı. Uluspegi bu xəbərini ordadakı əmirlərdən sır tutqan buluşu mümkün. Dedi Səydəli alıb öz qarışını şərhilə. Təklifnamada Şahzad aliləri təklifnamını tapşırıb ağan haman təxirsiz orduğa qədəm keltirgəy deb yazılğını qarğanda aldırab qağanda qılıdı. Məyli, nemeli bolmuşsun, aliləri dərhal cavabdınğayla. Neçə vaxtın beri qarı soğuqtu saqlab fürsət kütdük. Əndi bu fürsətini qoldan berib qoymaylı. Məlikə tolğaq azabıda qiynını bassa, mən qandaqın bu yerdən ayrıla alayman. Dedi Şahzad Üveyzxan işkitayın boğan halda. Vaxt saat yese aliler bolmuşsumu Məlikənin göz yoruyu verdi. Dedi sərkərdi Boran Xocumu aldırab. Lekin orduğa kırdıgan işini əmdi keçiktirgili bolmaz. Şahzad Üveyzxan rastınla tənqislikdə qağan idi. Şu tapda onun tolğaq azabıda qiynıvatqan ayalığa həmrə boğusumu, şundaqla hazırının özü dala neçə ildən beri təqəzza boğan orduğa kirgüsümü var idi. O axır orduğa kirişini qarar qıldı. Səydəli alıb mən bilən orduğa kirgəy. Sərkərdi Boran Xoca qarargahı pasıballık qağay. Qılçılık bexutluqı yol qoyulmağay. Dedi o kəskinlik bilən. Hər ihtimalға qarşı dedi Səydəli alıb söz elib. Ləşkərlərinin yerimi qarargahını qoruqtab, qağan yerimi astanı qoğuğa yaqınraq berib ihtiyat tuturğay. Ondan başqa alilərinin xas nökirdən 500 yigitni əmraq qılıb alaylı. Şondaq qılışsıla, dedi sərkərdi Boran Xoca. Gerçi ordu işlerini Uluspegi Hazretleri jonqurvatqan bolsumu, Leşkeri divanda Sultan Sir Məhəmməd xanğa sadaqat men sərkərdilə həm badur. Ularning niyet iqbalığı bir nima deb bolmaydı. Məyli, şundaq qılaydı, dedi Şahzad Üveyzxan.
Ostani qo'vqiga yiqilishadigan ehtiyot qo'shiniga o'zlar bosh bo'lsizlar. Biror shapini sezgan hamon qilchilik ikkilanmay shaharga bostirib kirsizlar. Bosh ustiga, dedi sarkarda Bo'ron xo'ja. Ular maslahatni pishirib olgandan keyin dastorpich shahzodani ko'ngil qo'yib kiyindirdi. Shahzoda kiyinib bo'lgandan keyin ishqog'isi Sulaymon Mirzaning yo'l boshlashi bilan 500 nafar xos navkarning qo'riqchiligida shaharga qarab yo'lga chiqdi. Ulusbegi Xudoydod ishqog'isi Sulaymon Mirzani Shahzoda Uvaysxonning qarorgohiga mangdirib o'tgandan keyin shahar xalqini Shahzod Uvaysxonni qarshi olishga harakatlantirmak uchun jo'qorcha chiqartgan edi. Shu sababdan lapildab qor yig'ayotganiga qaramay, shahar xalqi issiq uylardan chiqishib, qomil qo'vqidan o'rdining darvozasigacha tizilib bo'lgan edi. Shahzoda bu manzarani ko'rib hayron qoldi. Bir necha qitim etini to'xtatib, xalqqa salom berdi. Shu topda xalq Shahzodani qarshi olishdan ko'ra, urush vahimasidan qutulganiga bakrak tantana qilayotgandek qiladi. Shahzod Uvaysxon o'rda darvozasining oldiga kelganda, Ulusbegi Xudoydod qatorliq cho'ng kichik amirlarning istiqboliga chiqqanligini ko'rib, darhol otdan tushdi. Ulusbegi bilan quchoqlashib, boshqa amirlar bilan salomlashib ko'rishdi. Tinchlik amonlik so'rashdi. O'rda darvozasidan Shohnishinga qadar poyandoz selingan edi. Ulusbegi bu kutib olish marosimini xuddi xon sultonlarni kutib olgandek katta o'rinlashtirgan edi. O'rdaga qadam tashrib qilg'aylar oliylari, dedi Ulusbegi. Shahzod Uvaysxonga ergishib mangan Ulusbegi kimnidir kutgandek pat-pat atrofiga qarab qo'yapti. Ular Shohnishinning eshik tubiga kelganda, o'rda shifoxonasining bosh tabibi Abdulbas Dakim yugurib keldida, avval Shahzodaga, ondan Ulusbegiga salom berdi. Ulusbegi bu ishlarni olaydan ko'ngil qo'yib o'rinlashtirgan edi. Ma'lum bo'g'ay, dedi hakim yig'lamsirgan holda. Olam panoh sulton oliylari Allohning rahmatiga ketdi. Shahzoda Uvaysxonning tog'isi Sulton Shir Muhammadxon bilan qandoq yo'sinda ko'rishishini qiyos qilishib turgan amirlar bu xabarni anglab qattiq cho'chishdi. Onlar qandoq bir tuyg'uda Shahzodaga yo'lt etib qarashdi. Xon oliylar qachon qazo qildi? So'radi Ulusbegi cho'chigan qiyofatda. Sultonning o'zida, dedi hakim. On hazratimning muborak tiniqi to'xtashamon bu yerga chepishim. Orani bir necha daqiqa ig'ir sukunat bosdi. Amirlar butta ketib kelishgan edi. Ularning ishki tuyg'usini qiyos qilmoq to'liq qiyin edi. "O darixa", dedi Shahzod Uvaysxon ham qayg'urgan, ham afsuslangan holda. Azroil bir necha daqiqa ta'xir qilgan bo'lsa, tog'am Buzrukxon oliylari bilan didor muloqoti bo'lolmasmidi? Oh, qosh balak. Sabr qilsizlar oliylari, dedi Ulusbegi tasalli berib. Biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz. Cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz. O'lim sharbatini tetishdan hech kim qutula olgan emas. Meni darhol ul jannat makonining qishig'i boshlab borsinlar, dedi Uvaysxon. O'zlarini tutib asla oliylari, dedi Ulusbegi tavazzu bilan egilib. Pozillar 10 o'likdan bir shahid a'lo, 10 shahiddan bir tirik a'lo degan ekan. Shunga ogal Shohnishinga qadam keltirgaylar. Shahzod Uvaysxon Ulusbegining muddasini tushungan bo'lsin, qasdanga so'rdi. Bu nima deganlari Ulusbegi hazratlari? Bu taklifimning boisi shulki, dedi Ulusbegi tamkinlik bilan so'zlab. Saltanat tiriklar bilan obod bo'lur. Ushbu damlarda saltanatimiz posibonsiz, boshpanohsiz qoldi. Demak, butkul Mo'g'uliston tasarrufidagi lak minglagan ra'yatning beshiga g'am tog'lari yiqildi. Gerçi cennet makam merhum pasibonimizning ikki xonzodasi bo'lsa-mu, ammo ular texi go'dakdir. Saltanat ishlariga pasibonlik qilib, ra'yatning g'amini yeniklab qobiliyatda emasdir. O'zlar bo'lsa, merhum cennet makon xon oliylariga jiyan hamda saltanatimizning qonuniy taxt varisligidan
varislaridandır. Şuna biz kabi qaygı musibatdan hoşkallimizni yo'qotgan nobop amirlarga rahnamo bo'lib, jannat makon xon oliylarining oxiratlik ishlarini bir taraf qilishimizga riyosatchilik qilg'aylar. Ulusbegi Xudayda çandırmay tömürni qizig'ida so'qivatadi. Shahzod Uvaysxon marhum Sultan Sir Muhammad xonning jiyani bo'lganligi uchun uning xonning oxiratlik ishlariga iqtidorchilik qilish majburiyati, salohiyati bor edi. Buningga hech kim palonpuston deyolmaydi. Shundaqdimi u o'zini yolg'ondan tanqislikda qolgan qiyofatda ko'rsatmoqchi bo'ladi. Gerçi biz babayı büzürük Toğluq Tömürxan aliylerining pushti, marhum Jannat Makon xon aliylerining jiyani bo'lsaqmi, orada da hech qanday martabamiz yo'qdir. Ol boisdan marhum xon aliylerining oxiratlik ishlariga yana Ulusbegi hazratlarining bosh bo'lgani afzal. Zinhor undaq demisinlar aliylari, dedi Ulusbegi atrofdagi amirlarga takshi bir qarab etib. Navoda xon aliylari Allohning rahmatiga ketmagan bo'lsa, taxt saltanatni o'zlaridek jasoratlik, istidodlik, bahodir jiyaniga topshirishni joiz ko'rgan bo'lar edi. Afsus, jannat makon olam panohimiz uzundan beri kesal asoratida tilzuvandan qolgan bo'g'ashqa, taxt varisi belgilashga, vasiyat qoldirishga imkonsiz qoldi. Oila bir mazgil egsiz qolsa bo'laverdi. Ammo ki saltanat daqiqa boshpanoqsiz qolsa zinhor bo'lmas. Shu boisdan o'zlar bizga boshpanoq bo'lishga eng muvofiq keladilar. Oliylari saltanatga posibon bo'lsa, janob amirlarmi g'ayri fikrlarda bo'lmas deb o'ylayman. Ulusbegi gapini tugatib atrofdagi amirlarga o'tkir nazarini tikdi. Shahzodaning taxtda o'ltirishini Ulusbegi shaxsan o'zi ochiq-oshkor tavsiya qilayotganda, uning ustiga Saydali olib 500 navkar bilan atrofni qattiq muhosiraga elib turg'ashqa, hech kim bu tavsiyaga qarshi chiqishga petinolmadi. "Ori, Ulusbegi hazratlarining taklifi o'rinliq", dedi amirlardan biri avval so'z elib. Shuning bilan boshqa amirlarmi Ulusbegining taklifini qo'llashdan bosh tortolmadi. Ulusbegi hazratlarining taklifini qabul qilib, taxt saltanatni qo'llariga osla oliylari. Saltanatimiz posibonsiz qolmag'ay. El yurtning ko'nglini xotirjam qilg'aylar. Shahzod Uvaysxon amirlarga takshi qarayotgandan keyin tamkinlik bilan eg'iz ochdi. Bugun o'rdaga qadam keltirishimda Jannat Makon xon oliylarining didoriga qinib olishdan o'zga muddaim yo'q edi. Ammo shum ajal buningga imkon bermadi. Amdilikda muhtaram janob amirlar fikrni to'limi tanqislikda qo'yishyaptilar. O'zlarini zinhor tanqis his qilmasinlar oliylari, dedi Ulusbegi. Saltanatga cho'ngning varislik qilishi oboy ajdodlardan qolgan udumdir. Shul boisdan saltanat taxtida barqaror bo'lishga oliylar eng loyiq keladilar. Uning ustiga o'rdadagi ulug' ushshoq amirlarning hammasi o'zlarini posibonlik tavsiya qilib o'tadi. Janob amirlarning umidini yerda qo'yishlimi bo'lmas. Ulusbegi ishqog'isiga qarab dedi. Sulaymon Mirzo chaqqan bo'lsa, oliylarni darhol oq kigizga o'ltirg'izayli. Sulaymon Mirzo darhol mulozimlarni buyurib bir parcha oq kigiz akeldirdi. Xon sultonlarni oq kigizga o'ltirg'izib taxtga chiqarish Turkiy qavmlarining an'anaviy odati edi. "Qani oliylari, kigizga marhamat qilg'aylar", dedi Ulusbegi. "Oliylari, talab istaklarimizni yerda qo'ymag'aylar", dedi boshqa amirlar. Shahzod Uvaysxon Bismillahirrohmanirrohim degunicha oq kigizga chiqib o'ltirdi. Amirlar Ulusbegining boshchiligida duoga qo'l ko'tarishdi. Duodan keyin gurrida kelishib kigizni qo'lma-qo'l ko'tarishgunicha shohnishiniga akirib oltin taxtga avaylab qo'ydi-da, qo'l bog'lashgunicha muboraklashdi. "Xon oliylariga muborak bo'lg'ay. Davlat panohimizning saltanati ro'naq topg'ay. On hazratimning umri uzun bo'lg'ay." Shahzod Uvaysxon amirlarning tabrik muboraklarini jim turib angladi. Shu daqiqada
vujudini tasvirligisiz bir xushalliq, hayajon chirmib olgan bo'lsa-mu, bilindirmaslikka tirishib atadi. U amirlarga qarab yelini qirdi. Gerçi bugün Cenab-ı Emirlerinin teklifi ve sadakat gösterişi bilen aba ecdatlarımızdan miras kalgan taxtda olturgan bolsam-mu, lekin cennet makam Tağam Sultan Şir Muhammed Han alileri Allah'ın rahmetiga ketganlik uchun mərika ötküzüp qutluklanmagay. Derhal elgi musibet jakarlanıp, merhum Han alilerinin ahiretlik işleri obdan orunlaştırılgay. Meyit namazı peşin vakti bilen çürülgay. Möhrdar begim, dedi Ulus begi ordu möhrdarga qarab. Adalet panaq Sultan Uvays Han alilerinin qosh deşi möhrünü derhal tayyor qilsunlar. Atigan hududluqimiz təbəsidiki vilayet aymaqlarının əmirlərə fərman yollagaymiz. Şunun bilan billa qo'shni ellarning xon sultonlariga maktub bergaymiz. Hozirli muhtaram Sultan Uvays Han aliylarining taxt saltanatga barqaror bo'lganligi haqida ostonaga jokarchi chiqarilgay. Marhum xon aliylarining musibati ham jakarlangay. Hech qanday qarshiliksizla taxtda o'tirish muddasiga yetgan Uvays Xonning shu topda barliq o'y xiyoli atgandan beri to'lg'oq azobida qilinayotgan ayoli Malika Davlat Sulton xonimning ahvolini bilishdi qolgan edi. Sog' salomat yangiyaligimidi? Farzandim o'g'ilmidi, qizmidi? Xudoga 100 ming qatli shukr. Aba ajdodlarimizdan miros qolgan saltanat tizginini oxir qo'limga elib taxtda o'ltirdim. Bu ishlar kutganimdanmi xayrlik bo'ldi. Ulug'bek hazratlariga ko'pdan ko'p rahmat. Sadoqatini oxir voyaga yetkazdi. To'limi afsus, bu qutlug' kunni sadoqat bilan sarkatladin. Amir Aqtemur, Amir Aqbuga, Amir Saburga, Amir Musolaga ko'rish nasib bo'lmay qoldi. Ətlik ulanın tupraq besini yoxlab gelək. Xatun balalarını tapdırıb halidan xəbər alay. Əmdi yaratqan iyəm bəxt amətimni qoşlab verib, Məlikəmnin toğudunu asan qılsa, ona tiniş aman yengişki nesib qılsa, fərzənd görüş xuşallıqı bilən, tac giyiş xuşallıqdan təng bəhərlənsəm, dünyada bunundan mı ziyadı bəxtiyarlıq bolurmu o bəndi üçün? Әті hürmetli qiynatam Əmir Şeyh Nurdin alilərə ən ağal məktub mağbazay. Əras, söyümlük validəm şultab toş xəbərimni kütüb bitaqat bob ketkendu. Heç bulmasa validəmgə mi boz xəbər berib ətkəs turaymikin? Səl təxir qılay. Hatunumның əhvaldan məlumat gəlgəndən kin, ondan xuş xəbərini bıraqlı yetközey. Məlum bu ağay, dedi Hödəyci bəy Sultan Uvays Xanның xiyalını bölüb. Sərkərdi Boran Xocadan Çaparman kepti. Xon aliylariga yetkazadigan muhim ma'lumot bor ekan. Sultan Uvays Xon birdanla jiddiyleşdi. Çaparmanning ep kelgan xabarini bilishga oldirib, yurak selib ketdi. Lekin ishki tuyg'usini chandurmadi. Ijozat, boshlab kirsinlar. Shu hamon barliq amirlarning ko'zi Shohnishinning naqshlariga oltin siyda hal berilgan qo'shqanotliq ishkiga tikildi. Daqiqa o'tmay Hödəyci Olchinbekni boshlab kirdi. Olchinbek Ulug'bek bilan Uvays Xonning o'ttirsida maxfiy maktub yetkazib yurib, hozir Shahzoda Uvays Xonning eng ishonchli sarkardasiga aylangan edi. Olchinbekning chiroyidagi xotirjamlik, xushallikni ko'rib, Sulton Uvays Xonning ko'ngli xeyli xotirjam bo'ldi. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Olchinbek taxtga yaqinroq kelib qo'l bog'lab turib. Malik oyim ko'zaydi. Ana bala her işkilisi sağ salamet. Közeydi degan söz, ko'zi yo'ridi, yangidi, tug'di degan söz debdi izohatda. Sulton Uvays Xon yengil nafas oldi. Vujudini tasvirligisiz bir xushallik chirmab oldi. Bu xushallik boy taxtda o'ltirgan chog'dagi xushallikni besib kishatdi. Lekin o'rnidan sakrab turib ketishdan o'zini tutib oldi. Ammo chehraga tepib chiqqan xushallikni yo'shirishga amonsiz qoldi.
Ol farzand bo'rimi, tulkimi? So'radi Ulusbek. Allah bo'ri ato qildi hazratim, dedi Olchinbek. Muborak bo'lsin oliylari, dedi Ulusbek Sulton Uvaysxonga qarab. Yaratgan egamning inoyati ana ashundoq cheksizdir. Qutlug'shallik qo'sh bo'ldi mana. Buyuk tasarrufimizning saltanat varislari uzilib qolmag'ay. Hazratimga qutlug' bo'lsin. Shahzodaning umri uzun bo'lsin. Xonzodaga baxt tilaymiz. Xonish oyimga salomatlik yor bo'lg'ay. On hazratimning davlati ziyoda bo'lg'ay. Shu topda Sulton Uvaysxonni bas-basta qutlug'layotgan amirlar Sulton Shir Muhammad xonning o'limini unutib qolgandek qiladi. Ularning xushomadlik chiroylarida musibatdan asarmi yo'q edi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganingizga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.